Xo'p, endi Sabina ustozimizdan kelgan savollarga javob berishga harakat qilamiz. Xo'p, birinchi savol bizda 95 ekan. For a particular card, the linear function if gives the predicted power in brake horsepower. Ya'ni mashina ot kuchi bo'ladi o'shanisi. For engine speeds between o'sha 1000 dan 6000 gacha bo'lgan tezligida revolutions per minute, ya'ni 1 minut aylanishlar soni deyapti. Tezlikda o'shanda qancha ot kuchiga egaligini topish formulasi bor ekan. Tenglamada berib qo'yibdi. Hop. According to the function, o'sha funksiya bo'yicha according to the function, the car's predicted power 228. It in engine speed of 1896 mana bu. Revolutions per minute, ya'ni o'sha 1 minut aylanishlar soni 1896 bo'lsa, o'shaning ot kuchi 228 bo'ladi. Yozamiz. 228 teng 1/7. Xo'p, 1896 minus a plus 228. Ikkinchisi and 600 mana bu brake horse power 600. Etin engine speed of 4500 revolutions per minute. Ya'ni xo'p, 600 ot kuchi 1/7 4500 minus a plus 228. Xo'p, the equation bor defines f where x engine speed and xo'p revolutions per minute and I is concerned. What's the value of? Ani topish uchun birinchi o'ramning o'zi yetarli ekan, ani topish uchun. Ya'ni bundan 1896 minus a'miz 0 bo'lishi kerak. A'miz 1896 chiqyapti. 95-savol. Javob qarab qo'yamiz, to'g'ri ishladikmi? 1896 biz to'g'ri ishladik. Bitta chiqarkan, o'sha ikkinchi o'ramninaga qaramasak ham bo'lar. O'sha to'g'ri chiqyapti. Endi keyingi savolimiz bizda. Xo'p, keyingi savol 95 dan keyin bir 130 savol kelgan ekanmiz. 130. Mana 130 savolimiz. Boyagi savol. Ya'ni a certain open star cluster contains M-type stars and K-type stars. The estimated total mass of M-type and K-type stars in this open star cluster is, ya'ni ikkalasining umumiy massasi 129492 ekan. Ikkalasi umumiy massasi. Quantigrams. The graph shown models the possible combinations of number of M-type stars x. Ya'ni bu x da M-type starsning combinationi bor ekan. Ya'ni примерно. Va K-type stars y. That could be in this open star cluster if all K-type stars soni. If all M-type stars have the same estimated mass. M-type stars ham K-type stars ham har biri bir xil massaga ega. Hammasi. Hop, based on the graph, which of the following is closest to the estimated mass in quantigrams of M-type stars in this cluster? M-type stars topish kerak. Bittasi massasini. Agar bizda mana shu tochkaga e'tibor beramiz, boshqa tochka emas bu yerda. Ya'ni bu yerda M-type starslar soni n M-type stars bizda 150 ta. Mana shu nuqtada bizda K-type starslar soni 0 bo'lib qoladi. Chunki bu yerda K-type stars yo'q-da. Mana bu yerda K-type stars yo'q. Ya'ni n K-type stars 0. Bizda общий massani faqat M-type stars namoyon qiladi. Ya'ni bizda 150 ko'paygan. Agar biz soni 150 ta, har bittasi massasi M-type star bo'lsa, общий massa 129492 bo'lib turibdi. Bundan biz bitta M-type stars massasini topishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni 129492 ni bo'lishimiz kerak 152. 150 ligini aniq bilmaymiz, lekin примерно shu javobga yaqin javob olaveramiz. Ya'ni bizda biz 129492 ni bo'lishimiz kerak 152. Javob bizda 863/28 ekan. Примерно 863 ekan. Ya'ni har birining massasi o'rtacha 863 quantigrams degan ekan. Javob bizda A javob bo'ladi. Yaqinroq javobni olamiz. Nega? Chunki biz mana bu yerda aniq 150 taligini bilmaymiz-da. Men prosta mana bu yerdagi sonni примерно olib ketdim. Mana bu yerda.
balki 145 tadir, balki 150 tadir. 150 oldim. O'shanda 863 chiqdi. O'shandan ozgina kamroq son ekan. Ya bu 150 dan ko'proq son ekan. Bu sonimiz kamroq son chiqadi. O'shanda 834 javob bo'ladi. 834. Xo'p, keyingisi 135. 135-savol. The equation gives the corresponding temperature H in degrees Fahrenheit. Fahrenheitdagi qiymat of any substance that has temperature of V Kelvin. Ya'ni bizda V Kelvindagi miqdori va H Fahrenheitdagi miqdorini beradi. Xo'p, va bizda V'miz 0 dan katta ekan. If substance has a temperature of 467.33 degrees Fahrenheit, ya'ni Fahrenheitda bizda 467.33 bo'lsa, what's corresponding temperature in kelvins of this substance deyapti. O'sha kelvinda qancha miqdordagi temperaturasi bor deyapti. Ya'ni Fahrenheitdan o'rniga 467.33 qo'yamiz. Teng 9 v min 873 15 bo'lingan 5 plus 32. Mana shundan v ni topishimiz kerak bo'ladi. V ni topishimiz uchun birinchi birdan hisoblayman kalkulyatorda. Ya'ni 467 dan 32 ni ayiraman birinchi. Ya'ni 467.33 ayrilgan 32. Xo'p, bizda 435 33 chiqyapti. Chiqqan javobni 5 ko'paytiraman. Ya'ni ko'paytiramiz 5 ga. Chiqqan javobni 9 ga bo'lamiz. Ya'ni bo'lamiz 9 ga. Va chiqqan javobga 273 15 qo'shib qo'yamiz. Teng qo'shilgan 273 15. Javobimiz 515 chiqyapti. Solib ko'rsak va topadigan bo'lsak 515 chiqadi. Bu bizda 135-savol. 515 degan javobimiz bu yerda to'g'ri hisoblanadi. Keyingi savolga o'tamiz. Keyingi savol bizda 142-savol ekan. 142-savol. For groups of 25 or more people, the museum charges 20 per person. For the first 25 people and $14 for each additional person. Ya'ni boshdagi 25taga $22 dan, qolganiga $14 dan charge qilar ekan museum. Which function if gives a total charge in dollars for a tour group with n people. N bizda 25 dan kattaroq ekan. Shunga e'tibor beramiz. If funksiya boshdagi 25 ta odam uchun $22 dan 22 ga ko'paygan 25 charge qildi va qolgan har biri uchun $14 dan charge qilish kerak. Ya'ni bizda 25 dan katta bo'lgancha, 26 bo'lsa bitta, 27 bo'lsa ikkita, 28 bo'lsa 3 ta uchun har bittasidan $14 dan charge qilish kerak. Ya'ni boshdagi 25 ta odam uchun $22 dan, qolgan har bir odam uchun $14 dan bitta guruhga kiradigan. O'sha pul olar ekan. Endi buni solib qo'ysak bo'ldi. F barobar 22 ni 25 ko'paytiramiz. 550 qo'shilgan. Buni bitta ko'paytirib olamiz. 14n minus, xo'p, bu 350 chiqadi. 550 dan 350 ayirsak 200 bo'ladi. Ya'ni 200 qo'shilgan 14n ifoda bilan keladi. Umumiy formasi. Javob bizda ajoyib ekan. Xo'p, keyingi savol kelamiz. Bu bizda 148-savol ekan va bu oxirgi savol. Two numbers have a product y. Two numbers have a product y such that one number is x and the other number is 99 less than x. Ya'ni bizda birinchi numberimiz x ekan, ikkinchi numberimiz o'shandan 99 ga kam ekan. O'shani product deganimiz summasi, bu product degani ko'paytmasi degan. Ko'paytma. E'tibor beramiz shunga. O'sha y ga teng ekan. Which of the following equations represents the relationship between y and x? Xo'p, buni topishimiz uchun y barobar x ko'paygan x minus 99 qilamiz. Ya'ni bizda two numbers have a product y, ya'ni ikkalasining produkti y ga teng. Such that one number is x and the other, birinchi number bizda x ekan, the other number is 99 less than x ekan. Ya'ni bizda o'sha x dan 99 ga kam ekan. Which of the following equations represents the relationship between y and x deyapti. Xo'p, y prosta yozib olamiz. Ya'ni x ga x minus 99 ko'paytirsak y hosil bo'ladi.
bir to'g'rilab yozib qo'ydim. Y barobar x ko'paygan x minus 99. Savolimiz juda oddiy. Xo'p. Katta shaharlarda ham kichik ko'rinishlar bo'lib turadigan o'xshagan savol. Xo'p, yana savollaring bo'lsa yo'llanglar. Xo'p, qo'limdan kelgancha harakat qilaman javoblarni yozishga. Kunlaring xayrli o'tsin. Meni vaqtim ham bo'lib qoldi. Xo'p. Menimcha hozir 5-mavzu bo'yicha mavzuni tayyorlab qo'yaman. Kechga tushuntirib beraman. Hozir tushuntirishga vaqtim bo'lmaydi. Sog' bo'lamiz, salomat bo'lamiz.